قىپقىزىل yalğançılıq. Kommunist Xitayning dunyoviy hukmron bo'lish istikining ichki yuzi. Aptori Bill Gertz. Birinchi bob. Kommunistlar qandaq kazzaplık qılıdı? Xitayning 2007-yildagi sun'iy hamrohga qarshi boshqariladigan bomba siniqi. Birinchi qism. Uçurlardan paydalanıp, özümüz bilan ularning orasida ro'shan farq hosil qilish. Shundaqla psixologiyalik urush va strategiyalik ko'z bo'yamchilik orqali dushman harbiy kuchlarining va puhralarining jasoratini sundirish lozim. Shinveyguang Dünya urushi, 3-Dünya urushi, umumyuzlik uchur urushi. 2007-yili 1-ayning 11-kuni sahar. Xitoy Xalq Ozodlik armiyasining Xitoyning g'arbiy janubidagi Sichuan o'lkasining Shichang degan yerida joylashgan sun'iy hamroh qo'yib berish markazida havo sovuq, ammo ochiq edi. Sharq Shamli nomli boshqariladigan bombaning tijorat nusxasi, ya'ni KT-1 tiplik raketa yo'tkilishchan qo'yib berish supsiga tiklab qo'yilgan edi. Mazkur boshqariladigan bombaning oxirgi qismiga Xitoy Xalq Ozodlik armiyasining bosh harbiy hozirliklar bo'limi tarafidan yasab chiqilgan eng maxfiy qurol SC-19 tiplik bevosita o'rlaydigan sun'iy hamrohga qarshi boshqariladigan snarat o'rinlashtirilgan edi. Shu yer vaqti tushdan burun soat 6da raketa joylashgan yerdan bir qancha mil yiroqlikdagi Vanli degan joydagi qo'mondonlik markazidan qo'yib berilsin degan buyruq yetib keldi. Raketa qo'yib berilib, bir necha sekunddan keyin Amerika havo armiyasining uchquchilari Kolorado shtatidagi Denver shahrining sirtidagi Bakli havo armiya bazasidagi 460 bo'shliq birlashma atirtining derizasiz maxfiy uyida, ya'ni Xitoy qo'yib bergan boshqariladigan bombaning issiqlik signalini bayqadi. Amerikaning yer yuzidan 22,000 mil, taxminan 35,405 kilometr egizlikdagi boshqariladigan bombadan ogohlantirish sun'iy hamrohlardagi sezgishlar, ya'ni boshqariladigan bombaning paysimon aplisi rang signalini ko'rsatdi. Amerika havo armiyasining kompyuterlari darhol mazkur boshqariladigan bombaning harakat izini sizib chiqdi. Shichang sun'iy hamroh qo'yib berish bazasida elib berilgan ilgirki sinoqlardagiga o'xshamaydigini bu qitim qo'yib berilgan SC-19 tiplik boshqariladigan bomba. Ilgirki boshqariladigan bombalarga o'xshash Gobi cho'lining bir qancha 100 mil g'arbidagi qo'nish rayoniga emas, balki olam bo'shligiga qaratib qo'yib berilgan edi. Mazkur boshqariladigan bombaning iz xaritasi uning Fungyun 1C tiplik havo rayi sun'iy hamrohidan iborat g'ayri nishonga so'qilishdan ilgari olam bo'shligiga uchib kirganligini ko'rsatgan. SC-19 tiplik boshqariladigan bomba qo'yib berilib, bir qancha minut ichida uningdagi portlamaydigan harakat energiyalik to'squ, ya'ni bu olam bo'shliqi qurollari sohasida texi umumlashib bo'lolmagan uqum holatida turayotgan qurolning ismi bo'lib, mazkur qurol normal vayron qilg'uchi qurollardek portlashga tayanmasdan olam bo'shliqidagi energiya kuchiga tayanib, g'oyat zo'r so'qilish kuchi hosil qilib, nishonni vayron qiladi. Sekundiga 5 mil, taxminan 8 kilometrlik surat bilan ilgirlab, 530 mil, taxminan 853 kilometr egizlikdagi qo'yib berish nuqtasi bo'lgan Shichang qo'yib berish markazining 4 gradus g'arbiga to'g'ri keladigan nuqtadagi sun'iy hamrohga so'qilgan.
Aləm boşluğida bu soqilishdan hech qandaq ovoz chiqmagan. Ammo nishonga ilingan sun'iy hamrohmi shu an pochaqlab tashlangan va shuningdan keyingi soatlarda uningdan chiqqan tez suratda harakat qiladigan necha 10 ming parcha metal qoldiq yer sharining atrofida ajallik halqa hosil qilib, odamlik va odamsiz olam uchquchilariga qarta necha 10 yilgacha davomlashadigan tahdid shakllantirgan. Shu kuni bir orbita sun'iy hamrohning pochaqlab tashlanganligi 21-asrdagi butun dunyoni zilzilga solgan voqea bo'lgan edi. Shuningdan keyingi bir qancha yil ichida Amerika bilan Xitoy Xalq Jumhuriyati orasida portilgan so'g'uqchilik urushi 2010-yillarning oxiriga kelguncha Trump hukumatining yangi siyosati ostida texmi avjiga chiqdi. Amerika havo armiyasining bosh olam bo'shliqi mutaxassisi va keyincha Amerika strategiyalik qo'mondonlik shtabining qo'mondoni bo'lgan general John Hayton 2007-yildagi shu sinoqni butun armiyamiz uchun intayin muhim ogohlantirish signali bo'ldi degan edi. Beijing doiralarining shuningdan keyingi kunlarda olam bo'shliqida sun'iy hamrohni pochaqlab tashlashdan iborat misli ko'rilmagan qilmish haqidagi inkosi Xitoy Xalq Jumhuriyatining qandaq sistemalik yolg'on so'zlaydiganligini va ko'zbo'yamchilik qiladiganligini tushuntirib bera oladi. Bu xil kazzaplık va ko'zbo'yamchilik dal Xitoy Kompartiyasining va uning dunyo nupusi eng ko'p davlat ustidagi azguchi hokimiyatining mohiyatlik xususiyatlaridandir. Gerçi şu qitimliq sınaq nayt tezla Amerika istihbarat dairələri tərəfindən sezilgan bolsunmu, amma bu vaqa ta ki 1-ayning 17-ci günü Aləm boşluğu həftəlik ژورنىلىنىڭ tərəfindən e'lon qilinganğa qadar, ya'ni dunyo jamoatchiligi uchun 6 kun sir peti qoldi. Vaqa oshkorlangandan keyin Xitoy, Amerika va uning atrofidagi Koreya, Yaponiya qatorliq davlatlarning shu qitimliq sinoq va uning vayron qilg'uchi qoldiqlari haqidagi nuqul diplomatik e'tirozlari bilan cheklangan tanqidlarga uchirdi. Yana kelib bu kommunistik davlat, ya'ni Xitoy bilan bo'lgan nurg'un cho'ng shirkatlar va hukumatdagi Xitoyga moyil amaldorlar to'limu cho'ng biladigan munosabatga ta'sir yetkazmaslik uchun bu vaqtdagi barliq e'tirozlar maxfiy shaklda bildirildi. Bu xil Xitoyga xiris qilmaslik xohishiga Harvard Universiteti John F. Kennedy Hukumat instituti xalqaroliq munosabatlar bo'limining Oman sultoni professori, ya'ni 1999-yili mazkur institutda Oman sultoni Qabus ibn Saidning nomida ta'sis qilingan professorlik unvoni. Joseph Nayning doim naql qiladigan xato nazariyasi sabab bo'lgan. Nay Amerikaning siyosiy va istihbarat sohasidagi akademik organlarga yetakchilik qilgan va Xitoy haqida o'z-o'zini isbotlaydigan bishorat deb ataladigan kishini bezor qiladigan qarashni o'ttirib qo'ygan kishidir. U agar Xitoy hokim mutlaq kommunistik sistemasi shundaqli mazkur sistemaning bu lukchak davlatni qo'llashi, uning kishilik huquqni dafsanda qilishi va mazkur sistemaning asosli xususiyatlaridan bo'lgan yolg'onchilikdan, ko'zbo'yamchilikdan foydalanishi sabablik Xitoyga xiris qilinsa, dunyo Xitoy tahdidini paydo qilib qo'ydi degan edi. Nay 1990-yillarning o'ttirlarida muavin davlat mudofaa ministri bo'lgan mezgillarda agar sen Xitoyga dushman sifatida muomala qilsang, u haqiqatan bir dushmanga aylanadi degan edi.
Neçə 10 yıl davamlaşqan Xitayğa qartılğan siyasət və strategiyanın simvoluğa aylanıb qalğan bu söz texi yaqındala rədd qılındı. Halbuki bu söz və şunun türtkisdə Xitayğa qartılğan barlıq xata siyasət strategiyalar 1922 yılı Vladimir Leninning yetakchiligida qurilgan Sovet ittifoqidan keyingi eng zo'r ideologiyalik va strategiyalik tahdid Xitoyning bosh ko'tarishiga as qo'shgan edi. O sistema marksizm, leninizm va uning sotsialistik tarmoqini majburiy izchillashtirish davomida necha 10 million kishining o'limiga sabab bo'lgan qabohatlik rejimi orqali dunyo xalqining xotirasidan cho'nqur o'rin olgan edi. Xitoy Xalq Cumhuriyatidan keladigan tahdidni tushunish uchun oldi bilan uning Xitoycha aloyidalikka ega marksizm leninizmdan iborat ulluq ideologiyasini bilish lozim. Xitoy Kommunistik partiyasi 1949 yılı hokimiyat beshiga chiqqandan tortib, mazkur ideologiya Xitoy Xalq Cumhuriyatining yetakchi ideologiyasi sifatida ijro qilinib keldi. Mazkur ideologiyani aniq tushunish Xitoydagi mavjud hokimiyatning dunyo tinchligiga va muqimligiga shakllantirgan tahdidiga yuzlanish va taqobil turish uchun zarurdir. Mao Zedongdan tortib Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintao, Xi Jinpinggacha Xitoy kommunistlarining rahbarlari birdak Xitoy Kompartiyasining atoqqa dushmani bo'lgan Amerikani mag'lub qilish uchun xilma-xil siyosatlarni qo'llanib keldi. Govingui 2016 yılı Xitoydan qochib kelgan milliarder savdogardir. O kommunistik sistemini və onun arqasındakı ideologiyani yaxşı tushunadi. O g'arb kültürünün kommunizmga uqtirib etayotganligining sababini g'arb kültürünün o'zaro ishonish va umumiy axloq qarashlari asosidagi xristian dinini manba qilganligidan deb qaraydi. Lekin Xitoy bir kommunistik davlat. Kommunizm bir g'oyaviy davlat. Utopiya qurishga harakat qiladi. Ammo bu yalğançılıqdan boshqa narsa emas. Kommunistlar mohiyatidan aytganda kasbiy yalğanchilardir. Ular har vaqt yolg'on so'zlaydi. Agar ularga ishonsangiz, ular bergan va'dasini mangu ishga oshirmaydi. Bu ularning qo'lidan kelmaydi. Buni vujudga chiqarish mumkin emas, deydi Govingui. G'arb kulturi to'g'ri xatodan iborat axloq qarash ustiga qurilgan. Uning aksicha kommunistik sistema rost bilan yolg'onni o'xshash bir narsa qilib ko'rsatdi. Agar haqiqatan ularning ideologiyasiga asqatib qolsa, buningda, ya'ni haqiqatni o'tirg'a qo'yishda ikkilanib o'ltirmaydi. Shuningdek, agar yolg'onchilik qarg'a keladigan bo'lsa, ular uningdan foydalanaverdi. Sizlar, ya'ni g'arb, kommunistik Xitoy haqida ashularni tushunmaganinglar uchun uqtirib etyapsizlar, deydi Govingui. Sizlar Xitoyda kim bilan muomala qilayotganinglarni bilmaysizlar. Aslida sizlarning muomala qilayotganinglar bulangchi hokimiyatdir. Ularning nazarda to'g'ri xato deydigan narsa yo'q. Ular faqat foydalang'ili bo'ladigan narsalarga ishonadi. Ahvol shundoq tursa, sizlar qandaqmi utib chiqa olaysizlar? Sizlar, ya'ni Xitoyning abdibashirisini to'nib yetmagan muddatda kazzap, vosita tanlamaydigan zolim. Bu sistemaga davomliq uftiraversizlar, deydi u yana. 2007 yildan keyingi sun'iy hamrohga qarshi boshqariladigan bomba siniqidan keyingi dastlabki kunlarda Xitoy kommunistik rejimi to'liq inkarchilik va ko'zbo'yamchilik holatiga kirdi. Dunyoning har qaysi joylaridagi Xitoy diplomatlari o'zlari turishliq joydagi chet el hukumatlarining olam bo'shliqi siniqiga doir rasmiy savollarga o'zlarining bu haqda hech narsa bilmaydiganligini aytdi.
Bundaq bo'lishi, ya'ni ularning bu ishdan bexabar bo'lishi ehtimoldan yiroq edi albatta. Prezident George W. Bush hökuməti 2007-ci 1 ayının 15-ci günü Xitayning sun'iy hamrohga qarshi boshqariladigan bomba siniqi haqida tunji rasmiy e'tiroznomasini avatgan. Amerikaning Beijingdagi bosh elchisi Clark Randit Xitayning muavin diplomatiya ministri Xiyafega bir diplomatik not topshirgan edi. Shuning bilan bir vaqtda Qural kontroli va xalqaroliq bexatarlikka mas'ul muavin davlat sekretari Robert Joseph Xitoy bosh elchisi Jo Wenjunni Washingtondagi davlat ishlari mahkamasiga chaqirtib, ayni notidan yana bir nusxani topshirgan edi. Xitoy hukumat tarafining bu ishni bilmasga selishi bir haftadan ortiqroq davomlashdi. Xitoy Kompartiyasi siyosiy byurosining doimiy komiteti mazkur komitetning 9, ya'ni hozir 7 nafar a'zosi Xitoyga hukmronlik qiladigan kollektiv diktaturni shakllantirdi. Beijingdagi Zhongnanxayda 10 kun maxfiy yig'in ichib, bu ishga qandaq javob qaytarishni planlashdi. Maxfiy sun'iy hamrohga qarshi boshqariladigan bomba siniqi haqida Amerika va boshqa davlatlarga nima deyish, qanchalik uchurlarni oshkorlash haqidagi uzoqqa so'zilgan muzokaralardan keyin 10 kunlik maxfiy yig'inda bir qarorga kelingan. Bu javob oxiri Xitoy Kompartiyasining bosh sekretari Hu Jintao tarafidan tasdiqlandi. Mazkur javob 1 ayning 21 kuni e'lon qilindi va Xitoyning klassik strategiyalik ko'z bo'yamchiligi va qasdan saxta uchur tarqitish taktikasidan foydalanildi. Mazkur javob Beijingdagi Diaoyutay davlat mehmoni saroyidagi bir yig'in jarayonida e'lon qilindi. Xiyafe Amerikaning Sharqi Osiyo va Tinch okean ishlariga mas'ul muavin davlat sekretari Kristofer Xilga u sinoqning boshqa hech bir davlatga tahdid shakllantirmaydiganligini va Amerikadan boshqa 3-chi bir davlatni nishonga olmaganligini aytdi. Ushbu kommunist amaldor texmi ichkirlab, kazzaplik qilib, Xitoyning vaqtincha bu jihatda boshqa sinoqlarni qilish plani yo'q degan edi. Tajribalik diplomat Xil Xitoyni kazzaplik bilan ayiblagan yo'q, ammo bu haqdagi so'zlarni davlat ishlari mahkamasining Xitoy tilidagi seliq sipoya diplomatik bayonining ichiga yo'shirgan. Ya'ni u Xitoyning kommunist kattaboshlarini ranjitmaslik uchun ajoyib zo'r kuch chiqargan. Xil Xiyafega uning yanvardagi aşı javobining Xitoyning olam bo'shliqida har qandaq qurol yaroq rag'batiga ishtirok qilishini xohlamaydiganligidan iborat oshkor maydonga toza mos kelmaganligini aytgan. U yana Xiyafega Amerikaning Xitoyning shu qatimliq sun'iy hamrohga qarshi boshqarilgan bomba siniqining maqsadini to'liq tushundirmaganligidan hali ham andish qilayotganligini eskartgan. Shu qatimliq sun'iy hamrohga qarshi boshqarilgan bomba siniqi mohiyatidan aytganda nuqul strategiyalik tahdid bo'lib qolmasdan balki xatarlik ofatdir. Chunki orbita sun'iy hamrohga qilingan shu qatimliq hujum orbitida 2500 parchadan ko'proq bayqig'ili va iz qo'g'lig'ili bo'g'idak cho'nliqdagi qalduq shakllantirgan. Buningdan sirt boshqariladigan bombaning zarbisidan shakllangan 100 ming parchadak kichik qalduq yer sharining atrofidagi balbog'simon orbitida 100 yilgacha turib qoladi. Amerika o'zining harbiy va istixborot sohasida ishlatiladigan necha milliard dollarlik sun'iy hamrohlarini,
ya'ni olam bo'shliqidagi bexatar joyga yo'tkab, shu qatimqi sinoqdan shakllangan qoldiqlar bilan so'qishib ketishdan va shu sabablik vayron bo'lib ketishdan saqlash uchun sun'iy hamrohlardagi to'limi qimmatlik yiqilg'ularni ishlatishga majbur bo'ldi. Davomi bor.